Xullas, bugungi kundagi birinchi uchrashuv boshlanyapti. Chap tomonda mani Qashqirmi kamanda? Mana bolalar Qashqir. Stadion chap tomonida Qashqirlar, o'ng tomonida Leon jamoasi. Birinchi uchrashuvga start berildi. Chiroyli pas va chiroyli golni kutib olamiz ikkala jamoadan. Mana birinchi gol. Voy. Hali birinchi minut bo'lmadi. Malades. Hisob 1-0. Bunyod aka tablo. Yaxshi. Gollarga boy o'yin bo'ladiganga o'xshabdi deb taxmin qilib turibmiz hozircha. Top bilan Azam aka. Bo'ysundirishda ozgina xatolik. Qashqarlar hujumga o'tib ko'radi bir harakat qilib, lekin Leon jamoasi yaxshi. Qana. Qashqarlar zo'r. Mayli. O'zgina o'yinga kirishib olsa bolalar keyin yaxshi ketadi, xudo xolasa. Xo'sh. Yana birga bir. Endichi desa yo'q deyapti. Qashqirlar o'yinni 5 ta men qismagandim. O'shanga urdingni golni deganda, varatarasi ichidagini o'qib aytdim-da men. Qara. Yana zamon. Yaxshi. Top bilan Azam aka. Yaxshi pas o'tdi, lekin to'xtatishda ozgina xatolik bo'ldi. Qana. Qashqarlar davlat, rahmat etib beringlar tez. Yaxshi zaman. Yaxshi. Nimadir bo'ldi şeyda. Qo'pollik kimdan? Joyda. Kimdan qo'pollik? Leon jamoasida birinchi foul. Ana. Chiroyli pas. Yana. Ana. Zarbami yo pasmi? Ome cho'zmagin. Yo'q. Zo'r. Qashqarlar hali bugungi uchrashuvda hozirgi uchrashuv boshlanganiga почти 5 minut bo'ldi. Hali zarba berishmadi. Juda qiziq. Zarba bormi? Ber bir. Yo'q. Leon jamoasi bo'lsa, o'sha birinchi gol urib bo'ldi. 1 minut bo'lmasidan avval. Yaxshi yurish. Qana. Himoyachilar yaxshi, ishonchli o'ynadi. Pas. Yana pas. Ana. Yo'q. Bo'lmas ekan bu. Bu yondan ekan. Yaxshi. Zarba, rikoshet. Yaxshi.
Leon jamoasi birinchi gol urgandan keyin hozircha tinch. Men sразу ikkinchi, uchinchi golga harakat qilib chiqib ketishadi deb o'ylagandim, yo'q. Ya, o'zlab ketish, o'zi xato edi-da, o'zlab ketish. Qana. O'ylab tepishadi. Baxtiyor aka himoyada ishonchli o'ynadilar, gap yo'q. Qana. Hujumga pas berish kerak. O yaxshi. O yaxshi. Bitta shir ekan bo'ldi ashi bolaga. Zo'r pas. Ay, o'xshamadi. Pasni zo'r bergandi lekin o'ng qanotdan uni bola. Pas yaxshi, sherik ichkariroqda edi. To'p qo'lga tegdi. Zarba! Maloch! Elyor aka. Dan yaxshi seyf bo'ldi. Qani. Yo'q, o'tmadi. O'tmadi. O yaxshi. O yana. O'zida muxlislar to'sib qo'yadi-da vaziyatni. Iloji yo'q, nima deysan? Qochib qo'yinglar deb bo'lmaydi. Baxtiyor akaga pasga sherik kerak va sherik ham tepildi. O yaxshi. Ikki kishini orasiga kirib ketdi-da, bola ikki kishini orasiga o'zini qiynadi. O'zini qiynadi. Pas. Yana pas. O Azam aka yaxshi. O. Ever 2-1 qiyin. Hisob 2-1. Leon jamoasi oldinda. Leon jamoasida Zamina, Azam akaning o'rniga Salohiddin aka tushdilar. Ye, Diyorbek, qachon kelding? Qarama, ko'rinmasan. Mash komandadami sen deyman? Ozgina akamni davadi Selinak. Zarba harakati va u gol. Top tegdi. O, Jahongir dava. Zo'r pas, 1-1. O'zi ham bor kuchlari bilan tepdilar-da, to'pni bor kuchlari bilan. Yaxshi. Baxtiyor akadan yaxshi pas. Jahongir ozgina muvozanatda ozgina xatolik bo'ldi. O, yaxshi. Boshqa variant yo'q edi Salohiddin akaga tepishdan boshqa. To'p kirib qolganlar, ikki kishi oldilarda berdi. Chiqish ham qiyin edi. Voy, chiroyli. Ideal pasni nuqta qo'yadigan odam bo'lmadi. Pas вообще zo'r chiqdi lekin sovuq bo'lishiga qaramasdan to'p sovuqda qotadi, bilasizlar. Hisob 1-0. Leon jamoasi oldinda. Uchrashuvda birinchi minutdayoq gol urishgan Leon jamoasi, lekin hozirgacha tinch. Mana birinchi taym 10-daqiqa o'tyapti. Endicha Elyor akadan yaxshi seyf bo'ldi. Endicha yana Elyor aka. Elyor aka qutqarib etdilar hozircha. Himoyachilar o'tkazib berishyapti. Himoyachilar o'tkazib berishyapti, lekin tan olish kerak.
Top chizig'idan ichkarida olinibdi. O yaxshi, yana yaxshi. Pasmi yo udarmi, ha? Pasmi yo udarmi? O, davay. Ya, nimaga bu top yugurmadi vallahi? Sovuqda yugurish kerak, maza qilib. O, yaxshi Jahongir. Jahongir yaxshi. Pas вообще zo'r. Davay Salohiddin aka, nimaga kutdingiz? Voy, nima keragi bor? Qashqirlar davay jazolar. Yo'q, Baxtiyor aka himoyada ekanlar. Baxtiyor aka himoyada ekanlar. Qani, bo'ladi. Mana bu. Sarba bormi? O yaxshi. Harakat qilsa yetsa bo'lardi, lekin shu vaziyatga aka. Ay, bu top Baratarga sovg'a bo'ldi prosta. Yaxshi. Endi yo'q. Nursiz o'yin bo'lyapti hozircha. Zarba yo'q, gol yo'q. Prosta top olib yurish bo'lyapti. Zarbalar mana harakatsizlik bo'lyapti. Hisob 1-0. Leon jamoasi oldinda. Yana bir eslatib qo'yaman. O, yaxshi. Pramoy varatani mo'ljallagan ekan Qashqirlar o'yinchisi. Men bu Qashqirlarni o'yinini birinchi marta keldim o'yiniga. Lekin orqada ham o'yinchi beradi, orqada ham beradi. Ana, sovg'a bo'ldi. Yo, aka, o'zgina. Yaxshi, zo'r. Davay. Endi. Voy, Rostam bilan omad ekanmi, Rostam. Zarbalarni himoyachilar to'sib olibdi, tepgan zarbalari darvoza ustuniga tegibdi. Qashqirlarda hujum davay. Zarba. Yo'q. Zarba bor, aniqlik yo'q. Yaxshi. Endi kech. Endichi. Himoyachi qutqaryapti. Gap yo'q. Yaqqol vaziyatdan himoyachi olib chiqdi. Oy, pasdan aniq. Hisob 1-0. Leon jamoasi oldinda. Zarba emas bu. Zarba berish kerak orataga. Endi tiqadi. Davay. Nima bu? Tushunmadim men. Ne deyishim bilmay qoldim.
Koridorda edi bu bola. Chiqish kerak edi. O'xshamadi-da endi maqsad. O, yaxshi. Zo'r. Yaxshi. Zarbalar bor. Natija yo'q bo'lyapti. To'xtatishdagi xato. Pas o'xshamadi. Endi. Leon jamoasidan zamina. Oy. Endi urar. Yo'q. Elyor aka sheynaman degan messej jo'natdilar hozir menga. Yo'q. Yana Elyor aka, malades. Elyor aka qutqarib o'tdilar vaziyatni. Leon jamoasi tez zamina qilishyapti. Yaxshi, Baxtiyor akadan. Ikki kishidan o'tdilar. Pas bera oldimi yo tepa oldimi? Tepdilar, ozgina aniqlik yetishmadi. Hisob 1-0. Nahotki bitta gol bilan. Yo'q. Voy, yaxshi Elyor aka, malades. Jahongir 1-1. Himoyachidan o'tib so'radi. Zarba yo'q. Qashqar jamoasi darvozasi ham o'z o'rnidaligini isbotladi. 1-1 vaziyatda. Voy chiroyli. Malades. On 15 sekund qoldi.
Birinchi taymdagi birinchi time out. Time out tugadi. Birinchi time ham tugadi, hozir qarab turasizlar. 1 2 3 Birinchi time tugadi. Hisob 1-0 Lion jamoasi oldinda. Ikkinchi time boshlanish arafasida. Lion jamoasi birinchi taymni birinchi minutida gol urishgan, ikkinchi taymda ham urisharmikin? Nima deysizlar, akalar? Boshlaringni. Ketdi. İkinci taym boshlandi. Hisob 1-0. Lion jamoasi oldinda. O, yaxshi. Voy, yana top o'tmadi. Yaxshi. Qani. O, yaxshi. O, yaxshi o'tdi. Tugatgan odam bo'lmadi-da. Yaxshi. Zarba. Ozgina noaniq. Aka, pas olishlari kerak edi asli kitabida. Birinchi taym, ikkinchi taym birinchi daqiqasida gol bo'lmadi-ku Lion jamoasi. Ana. Ya. Zarba. Emas, pas. O, yaxshi. Zo'r. Ashi bola yaxshi o'ynayapti. Ko'staymiz. Indimi? Ana, zo'r. Bola birga bir oldi ekan, молодец. Diyorbek hali ham kiyim bo'lmadi. Cho'ta sarpo kiyyapti 0dan. Oy, chiroyli. Bitta zamaq. Iya. Bekor maqtadim shekilli. O, Azam aka gap yo'q. Zarba, ma'lum. Молодец. Hisob 2-0. Ikkinchi taymning 3-daqiqasida. Azam aka chap qanotda, chap oyog'idan. O, zo'r vaziyat edi-yu, brat. Bu pasla o'tmaydi. Hareketda! Oy, zarba. Ashi bola o'zi teparish kerak. Ashi bola o'ynatish kerak. Ketdi o'yinchi. Dortmund fanati deydi. Bittaga hamma ko'radi YouTube'da. Şimdi o yaxshi. 5-chi Dortmund davay dedimi deydi. Oy, zo'r. Oy!
Hushyor gallantlar stilida bo'ldi. Van Persini bosh bilan urgan goliga o'xshab. Yana ozgina haligi bo'y yetmay qoldi. Ozgina uzoqqa sakraganda zo'r zarba bo'ladi. Voy zarba. Buni tapir qilmaymiz. Yaxshi, tapir qilmaymiz. Yaqinroq. Mana qush oladi. Diyor o'yinga tushsa aytaman. Kimmi? Voy, davay ketdi. O, yaxshi. O'ziga. Zo'r, endi yo, ozgina tezlashib ketdi-da. Pas ozgina tezlashib ketdi-da. O, yaxshi. Yetishdi lekin. Yetdi, молодец. Tashlama. Ay, pas yaxshi o'ylagandi, lekin zarb kuchsizroq pas bo'lib qoldi. Sal jonliroq berish kerak edi pas. Orqaga bo'lsa ham ber. Qana. O, yaxshi. Yana bitta. Endi. Gap yo'q. Va nihoyat. Hisob 2-1. Qashqar jamoasi ikkinchi taymni yarmida endi qaytib o'tdi. Молодец. Qashqarlar jamoasi. Eski forma bo'lganda. Davay, yaxshi. Zo'r. Atvet. Yo'q, atvet bo'lmadi. Atvet bo'lmadi. Qashqar jamoasi qarshi hujumda. Xofiya qarani. Qashqar jamoasi zarba. Zarba darvozani tepa ustuniga tegib chiqib ketdi. Yo'nalish agar pastga bo'lganda yomon gol bo'lardi. Lion jamoasi o'yinni tashlayapti. Bu vaziyatdan Qashqarlar foydalanishyapti. Davay Qashqarlar, davay. Qashqarlar makoni, davay. Kim endi bu jamoada Po'lat? Voy. Ana. Varatan qo'liga. Endi soladi hozir. Endi zarba o'xshamadi. O'xshatish kerak. Zo'r. Tiqish kerak. Davay, solovdan aka, davay. Keldi. Voy, qo'lidagi to'pida, qo'lidagi. O'yin yonib akalar. Hisob yirik bo'lmasa ham kelasi qattiq tashlayapti. Ikkala komanda. Qarani. Bu to'p baqa beradi, bu baqa beradi. Azam aka. O yana to'p o'zlarida. Pas ham berdilar. Ursalar bo'ldi. Yo. Qashqar jamoasi endi gol o'tkazmayman debdi. Yo dedi. Ikkita gol bo'ladi bugunga debdi. Endi davay, oraga berish kerak. Oraga berish kerak. Ikkinchi taym yarmiga yetib keldi. Yur, yutasan, yur. Qana pas nomli zarba bo'ldi.
Veni uslubida o'tkazishdi ham pasni. Endi tiqish kerak. Zo'r zarba. Ozgina aniqroq bo'lganda Varataga muammo bo'lardi baribir. Oy. Endi pas qaradi Varata, zo'r pas berib qo'ydi hujum. Oy. Elyor aka yana. Hisob 2-1. Leon jamoasi oldinda. Ming bor uzr, men shotni aytib turishim kerak edi. Shotni aytib turishimdan chiqib qoldi. O'yinga berilib ketayotdim-da. Qashqar! Chap oyoqda to'xtating jon aka, shu vaziyat. Chap oyoqda. Ya, Diyorbek. G'anisherning shogirdi Diyorbek. Milan formasida tushdi. O, yaxshi pas. O, davay. Endi oy. Endichi. Endi tep. Nima keragi bor pas? Beri tepiladi-ku. Ikkinchi taymda birinchi time out. Time out tugadi. Ketdi. Bu to'pga yetish qiyin. Juda qiyin. Bu to'pga yetish juda qiyin edi. Qashqar jamoasi tezroq Qashqar jamoasi tezroq o'zini o'ziga kelib, tezroq gol urib, hisob tenglashtirib, keyin yana bitta gol urmasa, hozircha qolyapti. Vaqt o'zi tugayapti. Yaxshi zarba, lekin noaniq. Muhimi Qashqar jamoasi jumboq muhim. Nima bo'ldi bu Azamjon akamdan? Pas edi, lekin odam topilmadi bu pasga. Qashqar o'y-rikoshet bo'lib, top uglovoyga chiqib ketdi. Qashqar jamoasi ugl olishadi. Hisob 2-1. Leon jamoasi oldinda. Voy. Palapartish o'yin bo'lib ketdi, Palapartish. Voy, zo'r pas. Yana bitta. Voy, zo'r. Endi. Voy! Ya! Chidammi. Hisob 3-1. G'anisherning shogirdi Diyorbekdan zo'r gol ko'rdik. Diyorbek asosan darvozabon pozitsiyasi, lekin hozir o'yinda o'ynamayapti. Молодец, hisob 3-1. Ikkita gol farqi bilan Leon jamoasi yutyapti. O'yin tugashiga bo'lsa 5 minutdan ozgina oshiqroq vaqt qoldi. Yaxshi Jahongir, to'p bermasam bo'ldi. Liniya, brat. Qashqar jamoasi uyg'onish vaqti keldi. O'yin tugadi deyapti, bratlar. Qani? Yerdan pas berish kerak edi. 19. Mayli. Qashqarlar lekin harakat qilyapti-da. Kelish pas o'tmadi.
Top uchun kurash. Top Qashqadaryo varat arasidan chiqib ketdi. Zarba. Darvozabondan yaxshi seyf. Hisob 3-1 Lion jamoasi oldinda. 3-1. Hisob 4-1. O'yinning masalasi hal bo'ldi. Почти. Menimcha. Yana gapirib nima qilib bo'lmaydi, bilib bo'lmaydi. Voy zarba o'xshamadi. Zo'r yetib bo'lmadi lekin. Oy, yaxshi fint. Zarba ber. Zarba ber. O, aka, tablon to'sma turing. O, aka. Atxam tablon to'smasin, lat. Mana videoga olamiz-da. Meni ham oldingizmi? Siz erta sharh ko'rasiz-a? Endi tiqish kerak. Ayyo, tavakkal tepish kerak edi. O'yin tugayapti. Hech bo'lmasa o'zing uchun, kayfiyating uchun chiroyli zarba bersan bo'lardi-ku. Mayli. Nimaga ichkariga yurasan? Tepmaysanmi, brat? Voy. Meni kechda 4 ta himoyachi ichkarida turibdi. To'p chiziqdan chiqib ketdi. O'yin почти tugadi. Почти. İşte Leninimcha oyoqlar orasidan olib o'tgandi, lekin to'pni oxirigacha saqlab qola olmadi. Zarba, noaniq zarba. Lekin yaxshi zarba. Yaxshi. Voy, yana zarba. Ikkinchi marta Qashqar jamoasi tepgan to'p darvoza ustuniga tegib qaytib chiqyapti. Ikkinchi marta. O, ana. Voy, yaxshi. Zo'r pas. Yana pas. Pas yaxshi zo'r bo'lgan lekin. Oy, orqaga bir, orqaga berdi, orqaga bir. Ya. Hisob 4-1 Lion jamoasi oldinda. 3 ta gol farqi bilan. So'nggi minut. Tep o'ziga. Zo'r. 30 sekund. Yaxshi. Azam aka yaxshi. Yana nima keragi bor chekkada? Nima keragi bor?
kiraga tashlayvering to'pni. Yaxshi. Oy. Bugungi kundagi birinchi uchrashuv turi 1 hisobi bilan tugadi. Leon jamoasi g'alaba qozondi. Leon jamoasini tabriklaymiz. Qashqir jamoasiga keyingi uchrashuvlarda omad tilaymiz.